Bismillahirrahmanirrahim. Men Buxoro shahridagi Ulug'bek domloga keldim. O'zim 5 yildan beri sahar kasali bilan og'riyman. 1 yildan beri hassa bilan yurardim. O'zidan o'zi oyog'im shishib ketib, birdaniga sudurgi olib, kechalari bilmayman, o'zi bilmagan holda meni ko'p sudurgi olardi. Men bu yerga keldim. Alloh meni yubordi. Xo'jayinim olib keldilar meni. Keldim bu yerga, kirdim birinchi marta keldim. Ancha yaxshi bo'ldim. Keyin 11 marta keldim. Bugun 11 marta kelishim. Bu yerdagi odamlarni ko'rdim, juda ham kasallari ko'p. Ulug'bek domloga noto'g'ri savol beradilar. Bu yerga Allohga ishonib kelish kerak ekan. Allohga ishondim, Allohga tavakkal qildim. Keldim. Hozirman 3 martadan beri o'zim yurib, o'zim hassa kerak emas. Hassa umuman ishlatmayapman. Oyog'im 1 gram og'rimayapti. Allohga shukr. Alloh hammasiga Alloh. Ulug'bek domlo faqat sababchilar. Shu Buxoro shahriga keldim, Ulug'bek domloga kirdim. Bu kishi faqat o'qiydilar, Qur'on bizga shifo bo'lsin. Faqat yaxshi niyatda kelish kerak ekan, Allohga tavakkal qilib shifo izlab kelish kerak ekan. Bu yer shifo maskani ekan. Men Allohdan 1000 marta shukr so'rayman, Ulug'bek domloga ham rahmat aytaman. Sababchi bo'lib meni shifo topganim uchun. Hammaga shifo bersin, bir menga emas, hammaga shifo